Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli do'stlar. Tongni yaxshi o'tirib oldilaringmi? Kunlaring maroqli, mazmunli o'tsin. Alloh qilayotgan ishlaringga baraka bersin. Navbatdagi mijozimizga ulug'nor qum to'kib berish jarayonlaridan videolar tayyorladik. Kimga shunaqa xizmatlar, qurilish xom ashyo mahsulotlari kerak bo'lsa, tanishlariga, o'ziga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilsalaring, vodiy bo'ylab 24 ga 7 xizmatlarni tashkil qilganmiz. Bizga obuna bo'linglar, izohlarda fikrlaringni qoldirib, like tugmachasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bunlarning qiziqarli videolarimiz hali oldinda. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlab tursalaring, albatta qilayotgan ishimizdan xursand bo'lamiz. Hammalaring omadlarini bersin. Kunlaring maroqli, mazmunli o'tsin. Kunlaringni Allohim barakali qilib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.